Assalomu alaykum. Keling, yana foydali kontent bilan bo'lishamiz. Bugun biz 12% daromad solig'ini qaytarishni o'rganamiz. Qaysi holatlarda biz daromad solig'ini qaytarishimiz mumkin? Bu o'qish uchun kontrakt to'lovini to'laganimizda o'zingizning 26 yoshga to'lmagan turmush o'rtog'ingiz va farzandingizning kontraktga to'lagan bo'lsangiz, oylik maoshingizdan shuni 12% ni qaytarib olishingiz mumkin. Undan tashqari farzandlaringizning bog'cha, ya'ni xususiy bog'chalarga bergan bo'lsangiz, uning to'lovining ham 12% ni qaytarib olishingiz mumkin va ipoteka kreditlariga to'lagan to'lovlaringizning ham 12% ni qaytarib olishingiz mumkin. Buning uchun birinchi navbatda biz ariza berib olishimiz kerak. Ariza berish uchun esa my3.soliq.uz saytiga kirib olamiz va bu yerdan jismoniy shaxslar uchun kabinet bo'limini topib, shunga kiramiz. Sizda my3.soliq.uz saytidan foydalanish uchun elektron raqamli imzo bo'lishi kerak. Buni olish bo'yicha bizni videomiz mavjud. Shundan foydalanib, o'zingizga avvalambor elektron raqamli imzo olishingiz mumkin. Keyin 12% daromad solig'ini qaytarish bo'yicha arizani topshirishingiz mumkin. Avval u videoni ko'rishingiz va keyin bu videoga qaytishingiz mumkin. Kabinetimizga kirib olamiz. Bu yerdan xizmatlar bo'limiga o'tamiz. Barcha xizmatlar bo'limini tanlaganimizdan so'ng jismoniy shaxslarning jami yillik daromadlari to'g'risidagi deklaratsiya bo'limini tanlaymiz. Bu yerda mana birinchisi deklaratsiyani to'ldirish turadi. Agar boshqasi turgan bo'lsa, shunga o'tib olasiz. Va bu yerda dastlabki ma'lumotlar to'ldirilgan shaklda bo'ladi. Va biz bu yerga telefon raqamimizni kiritamiz. Deklaratsiya turi jami yillik deklaratsiya tanlanadi bu yerdan. Va hisobot turi tanlanadi. Hisobot turiga hisobot deb kiritamiz. Agar siz birinchi marta kiritayotgan bo'lsangiz, agar ikkinchi marta tuzatish o'rnida yoki qaysidir joyi noto'g'ri bo'lsa, agar qayta hisobot tanlanadi va yil tanlanadi. E'tibor berishimiz kerak. Faqatgina o'tgan 3 yillikni qaytarishimiz mumkin. Ya'ni 25, 24, 23-yillarni, 22-yillarga to'lagan to'lovlaringizdan daromad solig'ini qaytarib bo'lmaydi. Va bu yil to'lagan, ya'ni 26-yilda to'lagan to'lovlaringizni kelasi yil 27-yilda daromad solig'ingizni qaytarib olishingiz mumkin. Bu yerdan 25-yil tanlaymiz. Davr yillikni tanlaymiz. Ixtiyoriy degan joyini ham belgilab ketamiz. Saqlash tugmasini bosamiz. Bizni keyingi bo'limga o'tkazadi. Bu yerda sizning asosiy va asosiy bo'lmagan ish joyidan olingan daromadlaringizni kiritishingiz kerak. Bu yerda ma'lumotlar avtomatik tarzda soliq bazasidan tortiladi va siz quyidagi jadvalda paydo bo'lgan joylarni belgilab ketishingiz kerak. Agar sizda ma'lumotnoma bo'lgan taqdirda uni ham bemalol kiritishingiz mumkin. Bu yerlarni belgilab o'tganimizdan so'ng saqlash tugmasini bosamiz va keyingisi tugmasini bosamiz. Bu yerdan endi hisobot shakli degan joydan biz soliq imtiyozlari degan bo'limni tanlab olamiz. Soliq imtiyozlaridan imtiyoz turi degan bo'limni, birinchisi soliq solinmaydigan daromadlar bo'limini tanlaymiz. Va imtiyoz toifalaridan birinchisi 16.1 ni tanlaymiz, ya'ni O'zbekiston Respublikasining professional va oliy ta'lim tashkilotlariga qilingan to'lovlardan 2% qaytarish. Va bu yerda mana nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari ham mavjud yoki maktablar ham bo'ladi. Asosiy jihati bu nodavlat bo'lishi kerak, ya'ni xususiy. Mana keyingisi ipoteka kreditlari. Va bu yerdan mana professional va oliy birinchisini tanlaymiz. Va bu yerga jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami 14 raqamdan iborat raqamni kiritib olamiz.
va sizning ma'lumotlaringiz avtomatik tarzda to'ldiriladi. Bu yerga agar o'zingizning kontrakt to'lovingizni qaytarmoqchi bo'lmasangiz, ya'ni farzandingizning yoki turmush o'rtog'ingizning kontrakt to'lovini qaytarmoqchi bo'lsangiz, aynan shularning jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqamini kiritishingiz kerak. Va bu yerga biz jami yo'naltirilgan summani kiritishimiz kerak. Jami qancha yo'naltirilgan? Jami yo'naltirilgan summaga tegishli ma'lumotni kiritib olamiz. Shundan foydalanilgan summaga ham quyidagi miqdorni kiritib o'tamiz. Kvitansiyalarni siz qo'lda kiritishingiz ham mumkin yoki fayl ko'rinishida ham yuklashingiz mumkin. E'tibor bering, shartnomalar va kvitansiyalarni birga yuklayotganingizda agar ular bitta faylga, ya'ni bitta PDF ga jamlangan bo'lmasa, hammasini bir qilib zip papka qilib yuklashingiz kerak. Kerakli faylni tanlab olasiz. Fayl yuklanishini kutamiz. Va e'tibor bering, fayl hajmi 15 megabaytdan kam bo'lishi kerak, ya'ni oshmasligi kerak. Agar sizning fayllaringiz belgilangan miqdordan oshib ketgan taqdirda uni siqish orqali, ya'ni sijat qilish orqali faylni kamaytirishingiz mumkin. Faylimiz yuklanib bo'lgandan so'ng deklaratsiyani saqlash tugmasini bosamiz va bu yerda biz jami to'lagan summa va bizga qancha daromad soliq qaytarilishi shu yerda ko'rsatiladi. Ya'ni bu bizga kelib tushishi kerak bo'lgan summa. Va yakunda barcha ma'lumotlarni ko'rib chiqqanimizdan so'ng jo'natish tugmasini bosamiz va bizda ariza shakllantiriladi. Mana ko'rib turganingizdek yuklab olish tugmasini bosamiz. Yuklab olindi. Endigi navbatda biz mobil soliq ilovasiga o'tishimiz kerak. Ya'ni telefondagi soliq ilovasini ulashimiz kerak. Va aynan ariza to'ldirgan shaxsning profiliga, soliq ilovasidagi profiliga kirib olishimiz kerak. Mobil qurilmamizdan tasdiqlangan mijoz bo'lsa, shunday oyna paydo bo'ladi va hammasi tugmasini bosamiz. Va bu yerdan biz mana bu bo'limda ariza qoldirdik. Ya'ni mana arizani ko'rishingiz mumkin. Ariza to'ldirilgan, yangi yuborilgan ko'rinishda bo'ladi va bu tasdiqlangan yoki qabul qilingan ko'rinishga o'tgandan so'ng ortiqcha to'langan to'lovni qaytarish bo'limida summa paydo bo'ladi va mana shu yerdan siz kelgusida
ariza to'ldirish orqali bu yerda paydo bo'lsa agar o'zingizning soliq ilovasiga ulangan plastik kartangizga belgilangan miqdordagi summani tushirib olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Biz bilan uzoqlashmang. Videolarimizga like bosing va yaqinlaringizga jo'natishni unutmang.